Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər programmasını ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Təşkilatı 1933 yılı 11 ayının 12 günü e'lon qilingan Şərq Türkistan Cumhuriyetining 90 yilligini 1944 yılı 11 ayının 12 günü e'lon qilingan Şərq Türkistan Cumhuriyetining 79 yilligini xotirlash, xalqaradagi davlatlarni Şərq Türkistanni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga va Şərq Türkistanning mustaqilligini qo'llashga chaqiriq qilish maqsadida 2023 yılı 12 noyabr günü tushdan keyin soat 2 dan 4 gacha Washingtondagi Oqsaroyning oldida namoyish qilishni qaror qildi. Namoyishga barliq Şərq Türkistanlik qarindoshlarning qatnashishi tavsiya qilinadi. Fiji Birleşken Devletler Teşkilatı'daki Xitoyning Şərq Türkistan'da yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblagan davlatlar qatoridan chiqib ketadigan. ABC xabarlarining 27 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, oldingi hafta Birleşken Devletler Teşkilatı'da ko'pinchisi Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada va Yevropadagi nurg'ulg'an davlatlarni o'z ichiga olgan g'arb davlatlaridan tarkib topgan Yaponiya, shundaqla Tayvanni e'tirof qiladigan Tinch okean orolidagi 4 davlat bo'lib, jami 51 davlat Angliyaning rayon hal qilgan bayonotini qo'llab, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblagan va to'xtatishga chaqiriq qilgan edi. Bu davlatlarning ichidagi Fiji Xitoy bilan diplomatik munosabati bor birdan-bir Tinch okean davlati bo'lib, ABC xabarlarining egallashicha, Xitoy Fijini bayonotni qo'llashdan chekinishga majburlagan. Fijining bir amaldorining bayonotni qo'llovchilarga Fijining ismini o'chirish imkonining bor yo'qligini so'ragan. Fijidagi bir yuqori darajalik manba Tashqi ishlar ministrligining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchisiga bayonotdan chekinish ta'limotini berganligini, bayonotga imzo qo'yib, ichki ishlarga aralashmaslik siyosatidan chetnab ketganligini, bunda qilganda Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatiga ta'sir etadiganligini aytgan. Xitoy ministri Li Keqiang 68 yoshida yurak kasali bilan o'lgan. BBC xabarlarining 27 oktyabr kunidagi xabarda Xitoy davlat axboroti Li Keqiangning juma kechasi tunning yarmida barliq qutqizib olish tirishchiligiga qaramay Shanxayda yurak kasali bilan o'lganligini xabar qilgan. Li Keqiang bu yil 3-oyda ministrlik vazifasidan ayrilgan. Ilgari Xitoy prezidenti bo'lish ehtimoli bor deb qaralgan bo'lsa-mu, hokimiyat beshiga Xi Jinping chiqqan. Tarbiyalangan bir iqtisodshunos bo'lish sifati bilan u Xitoy hokimiyatidagi eng yuqori 2 darajalik o'ringa ega. Xi Jinpingga sodiq gruppaga tava bo'lmagan birdan-bir o'z oldiga yuqori darajalik bir katibosh ekan. Xitoy ijtimoiy axborotlari Li Keqiangning o'limiga qayg'urgan xabarlarni tarqatgan bo'lsa-mu, ba'zi manbalarga inkos yozish man'iy qilinganligi ma'lum. Uning o'limi davlat axborotlarida dag'dug'a qo'zg'amagan. Uning xizmat tarixiga aloqador rasmiy tilda bayonot e'lon qilinmagan. Hatto o'lim xabarini ham bermagan. Li Keqiang 1955 yili Anhui o'lkasining Dingyuan nahiyasida tug'ilgan. U Xujintaoning qo'g'dag'isi deb qaralgan va bu yil martda iste'fo berishdan ilgari Xujintao hukumati siyosiy byuro doimiy komitetining eng oxirgi a'zosi bo'lgan ekan. Nobel adabiyot mukofotiga sazovor dunyoviy adiblardan mashhur yozuvchi Najib Mahfuz olim ulamolarda chirigilik ko'rilishi g'aflat besishdan, yo'qsillarning va yo'lboshchilarning chiriklashishi munofiqlikdan kelib chiqadi deb yozgan. Agar siyosiy sezgirlik va qatliamga qarshi o'rtaq ovoz birligi, ishg'oliyatga qarta siyosiy mavqe birligi shakllanmasa, ulamo va ziyoli turkumlardan bu xususga qarta haqqoniy tutum, pozitsiya va maydon ifodalanmasa, aksicha dasturxon ittifoqchiligini, shakli birlashish kelishimlarini sürdirish badaliga millatning mavjudlik krizislarga ziyonli rol o'ynaydigan taraflaridami ko'z yumib olib, sukutni tanlab yashayverishdek jonsozlikni davomlashtiraversa, buning qabohati va mas'uliyati ham vijdon tarafidan, ham tarix tarafidan, hamda millat tarafidan cho'qim so'roqlanmay, tarixga yozilmay qolmaydi. Shundaqla har bir fursat va ne'matni qandoq ching tutganlik yoki mas'uliyatsizlarcha sukut qilib o'tkazayotganlik yoki fursatni ching tutmay bo'shanglarcha muomala qilganlik qatorli xususlardan hisob so'rag'ichi Alloh oldida muqarrar holda javobgarligi surishtisi qilinmay qolmaydi.
Takasur surəsiنىڭ 8-ci ayətində hər bir ne'matdan jazman sual so'roq qilinsizlar deyilgan. Burhan Muhammadning millat zulm ostida emas, qirg'inchilikda nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.